Masalan, nima deymiz? Mana rom yasashlikda texnologiyasi bor. Bunday qilsa bunday bo'ladi, bunday aniqda 45 gradus kelsang, lekin to'g'ri 90 bo'ladi, ikkitadan olib kelib qo'ysang. Aniq shablon formulasi bor. Shu shablon formulani bir ustadan ko'rib o'rgangan shagird darrov usta bo'ladi. Agar shu qoidalardan, shu instrumentlarni ishlatishdan, mana shu materialda tabiatidan bexabar odam qoqilaveradi, so'qilaveradi, ehtimol umrining oxirigacha topadi u formulani. Yo topmaydi. Hozirgi kunda odamlarni rizq topishlikda qilayotgan harakatlarni ham shunga o'xshatsa bo'ladi. Birodarlar, dinimizda hamma narsa aniq chizib qo'yilgan. Xuddi karrani singari aniq ham yo'q. Rizq topishlik masalasi ham shuning ichida. Kelinglar, dinimizda nima deyilgan? Razzoq subhanahu va taolo beradimi bizni rizqimizni? Modomiki shunday ekan, kelinglar, qanday muomala qilish kerakligini o'rganib olaylik. Alloh taolo aytadi: "Kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur." Gohida